Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda to'y mavsumi oldidan oshig'i olchi san'atkorlar haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Demak, kanalimizni kuzating. Show biznes aslida minglab filmlar, son sanoqsiz qo'shiqlar, ajoyib konsert dasturlari, tinimsiz premyeralar demakdir. Biroq tomoshabin ko'ziga jimjimador va jozibali ko'ringan show biznes olamini millionlar boshqarishi xuddi birjadagidek kimdir yutib, kimdir mag'lub bo'lishidan ko'pchiligimiz bexabarmiz. Bugun o'zbek show biznesidagi aksariyat xonandalar tezroq tanilib, to'y xizmatlariga borish uchungina san'atga qadam qo'yishyapti desak mubolag'a bo'lmas. Axir to'y ortidan topiladigan mablag' kim uchundir arzimas ko'rinsa-da, bir xonanda bu bilan oyoqqa turib oladi-da. Yoki bor yo'g'i 20-30 million so'mga olingan filmlar o'z namoyishidan keyin sarflangan mablag'ni bir necha barobar qoplashi ham ehtimoldan xoli emas. Xullas, bugungi dasturimiz orqali show biznes, kino olami va xonandalar faoliyatidagi mavsum tushunchasiga e'tiboringizni qaratishni lozim topdik. Xonandalarning fikriga ko'ra, bizda mavsum yozning o'rtalaridan boshlanib, to noyabr oyining oxirlari, dekabrning birinchi yarmiga qadar cho'zilarkan. Biroq Ramazon oyi munosabatlari bilan bu yil yangi mavsumning boshlanishi o'z-o'zidan avgustga ko'chdi. Shuning uchun ko'pchilik xonandalar o'lik paytda yangi qo'shiqlarini televideniye orqali aylantirib, boshlanajak mavsumni o'ziniki qilish niyatida. Poytaxt to'ylarida eng oshig'i olchilar. Birinchisi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mavluda Asalxo'jayeva ancha yillardan buyon bir rovga boradigan xonandalar safida birinchi o'rinni egallab turibdi. Uzun quloq gaplarga qaraganda, mavsum avjida xonanda bir kunda kamida 5 yoki 6 ta bir rovga borarkan. Ikkinchi, ayni damda ikkinchi o'rinda bo'lsa-da, biroq Mavluda Asalxo'jayevaning o'rniga jiddiy da'vogarlik qilayotgan xonanda Munisa Rizayeva. Uning ham to'ylar mavsumida kuniga kamida 4 ta bir rovga borar ekan. Uchinchi o'rinni esa 2 yildan buyon xonandalar Ulug'bek Rahmatullayev, Shohruxxon va Nilufar Usmonova egallab kelishyapti. Ma'lumotlarga qaraganda, ularni mavsum paytida kuniga 3 yoki 4 marta bir rovda ko'rishingiz mumkin. Mavsumga qaramaydigan xonandalar. Xonanda Alisher Rozmetovni ijodkorlar ham, muxlislar ham har qanday mavsumga qaramay eng xaridorgir xonanda sifatida bilishadi. Rozmetov navbat o'tkazish bo'yicha poytaxtda to'ng'i ketganlardan sanalsa-da, bir rovlarni ham unutmaydi. Ko'pchilikning fikricha, u navbatchilik qilayotgan to'ylarga boshqa xonandalarni chaqirishning hojati yo'q. Istasangiz xorazmcha, istasangiz turkcha va tabga ko'ra ingliz tilidagi qo'shiqlarni ham maromiga yetkazib kuylab beradi. Viloyatlarda Toshkentdagidan farqli o'laroq bir rovchilar deyarli uchramaydi. Boshqa hududlarda xonandalar asosan navbatchi sifatida taklif etilishi ko'pchilikka ayon. Bu borada birinchi o'rinni xonanda Farhod Saidov egallab turibdi. Ma'lumotlarga qaraganda, bu yil uning oktyabr oyi oxiriga qadar deyarli har kuni navbatchilik xizmatlari bor ekan. Ikkinchi, poytaxt to'ylarida kamnamo bo'lib qolgan davr guruhini mavsumda yo Buxorodan yo Samarqanddan topasiz. Guruh a'zolarining o'z navbatchilik borasida ishlari yurishgan. Uchinchi o'rin.
Farhod va Shirin ijodini boshlaganiga ko'p bo'lmagan bo'lsa-da, viloyatlardagi to'ylarda navbatchilik qilish borasida ancha ilgarilab ketishgan. O'tgan yildan boshlab Oybek va Nigora ham qo'shila boshladi. Ayni to'y mavsumida ularni Samarqanddan izlang. Kelin salom va charlar. Birinchi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Saida Rametova bu borada so'zsiz birinchi o'rinni egallab turibdi. Ikkinchi o'rin. Ikkinchi o'ringa da'vogarlik qilayotgan ikki aktrisamizning ham mavsumda deyarli har kuni to'y xizmatlari bor. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar Ra'no Yarasheva va Muqaddas Xoliqovani muxlislari bir o'rinda ko'risharkan. Uchinchi, viloyatlardagi to'y xizmatlarida eng faol aktrisalar ro'yxatini Zuhra Soliyeva boshlab bersa-da, mavsumda Toshkentdagi to'ylarda ham uning ishi ancha qiziydi. To'ylarda boshlovchilik borasida. Birinchi, bir necha yildan buyon Rixsitilla Abdullayev va Nigora Karimboyeva juftligi birinchilikni egallab kelmoqda. Ikkinchi, Davron Kabulov va Rayhon Ulasenova juftligi goh poytaxt to'ylarida, goh viloyatdagi to'ylarda peshqadam bo'lib kelmoqda. Mavsumga har kim turlicha ta'rif beradi. Ba'zi xonandalar esa to'ylari ko'pligini ommaviy axborot vositalaridan yashirishga urinishadi. Buni aytib ko'z-ko'z qilishsa, go'yoki ishlari ortga ketadigandek. Mavsum haqidagi fikrlarni bilish maqsadida baribir ularga mikrofon tutdik. Oybek va Nigora, Nihol mukofoti sovrindorlari. Har bir xonanda yil davomida qilgan mehnatining samarasini ko'rishni, yangi kliplari va reklama uchun sarflagan mablag' o'rnini mavsumda qoplab olishni o'ylaydi. Chunki tirikchilik manbaimiz shundan. Buni yashirishning hojati yo'q menimcha. Alisher Rozmetov, xonanda. Ochig'i, men mavsum qachon boshlanib, qachon tugashini unchalik yaxshi bilmayman. Asosan Ramazon oyida dam olaman xolos. Lekin to'y ekan deb pulning ortidan quvadigan xonanda emasman. Odamlar niyat qilib aytishgach, qo'limdan kelganicha xizmat qilaman. Darvoqe, kuni kecha hisoblab ko'rsam 5000 ga yaqin qo'shiqlar bilar ekanman. Balki shuning uchun to'y xizmatlariga meni ko'proq taklif etishar. Kino olamida mavsum xonandalarnikidan anchagina farq qiladi. Odatda rejissyorlar yozning jazirama issiq kunlarida yangi filmlarni katta ekranlarda namoyish etishdan hayiqib turishadi. Chunki aqlli tomoshabin 5-6 ming so'mga kinoteatrga kirib film tomosha qilishdan ko'ra, oila davrasida muzqaymoq yeyishni yoki bog'larni aylanishni ma'qul ko'radi. Yoz oylarida rejissyor Durdona To'laganovaning Ayriliq kartinasi muvaffaqiyat bilan boshlab berdi. Ma'lumotlarga qaraganda film birinchi haftaning o'zidayoq sarflangan mablag'ni chiqarib olgan. Keyin esa Alisher Navoiy nomidagi kinosaroyda rejissyor Talat Mansurovning Fotima nomli filmi premyerasi bo'lib o'tgan edi. Ammo nimadir bo'ldi-yu, kartina namoyishdan olib qo'yildi. Buni esa ko'pchilik hozir kino olamida mavsum emasligi, agar film ayni yoz oylarida namoyish etilsa, xarajatini qoplab ololmasligini aytdi. Lekin oradan ko'p vaqt o'tmay 5-iyul sanasida filmning yana bir premyerasi bo'lib o'tdi va kartina 6-iyuldan kinoteatrlarda namoyish etildi. Ayni shu masala yuzasidan rejissyor Talat Mansurov quyidagicha fikrlar bildirgan. Talat Mansurov, Fotima filmi rejissyori. Yaxshi film mavsum tanlamaydi va men Fotima filmini ana shunday filmlar qatoriga kirita olaman. Nima uchun film namoyishdan olib tashlandi
va nega qayta premyerasi bo'ldi degan savol bilan murojaat qilganlar ko'p bo'lyapti. Buning birdan bir sababi filmning birinchi premyerasiga qadar reklamaga unchalik e'tibor qaratmaganimizda. Oradan bir oydan ko'proq vaqt o'tdi. Reklama kutilgan natijani bergach, film katta ekranlarda namoyish etilyapti. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun muhimdir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.